Farg'ona joylashgan mana shu aptekani Cobalt nima qilyapti batda? Aura 20 yil deb qo'yishibdi. Yangi ekan paketlari bilan. Bir kirib ko'rchi, nima turibdi ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Assalomu alaykum aka. Rahmat. Tashqaridagi Cobalt nima turibdi? Ha, keling, bu to'g'risida sizga mutaxassis menejerimiz to'liqroq ma'lumot berishsin. Mayli. Abror aka, bir minutga qarab olasizmi? Assalomu alaykum, Abror aka. Yaxshimisiz? Syomka qilyapman aka. Maylimi? Ovoz yaxshi eshitilyapti. Tashqarida Aura 20 yil deb qo'yishibdi, Cobalt qo'yib qo'yishibdi aka. Aura kompaniyasi 20 yillik munosabati bilan bizdan o'sha Rabakining Prius'larni hamda Sebelion suv filtrlarini olgan mijozlarimizga o'sha ikkita avtomobil Cobalt mashinasi, undan tashqari yana 20 ta sovg'alar qo'yilgan. Aurada shunaqa aksiyalar bo'lib turadi aka. Aura'ligi eng qimmat pilisos suv filtr sotadigan firmami aka? Yo'q, Aura kompaniyasi faqat qimmatlari emas, eng zo'rlari tanloviga qarab arzonroq variantlari ham bor. Ham ko'rishingiz mumkin, 5 million so'mdan boshlanadi. Yo'q. Yo'q, tanloviga qarab ketaveradi. Eng asosiysi aka, ma'qul kelganini 20 oygacha bo'lib to'lasiz. Yo'q, bo'lib to'lashgan. Foizsiz, peniyasiz. Obunachilar, sizlarga ham shunaqa suv filtr pilisoslar qiziqmi? Qiziq bo'lsa kommentariya yozib qoldiringlar. Men sizlar uchun to'liq obzor qilib beraman.